Biz obyektimizda undan tashqari lomboz ham ishlatganmiz aka. Lomboz ham ishlatganmiz. Lomboz qalay bo'ldi? Lomboz jarayoni. Yaxshi tez bo'ldi. Tez bitdi lomboz ham. Ustida nima edi? Lombozda nima bor edi? Lomboz tegdi to'sinlarimizni, keyin Loy lomboz qilmagansizlar? loy lomboz qilinmaydi. Aka necha kvadrat betdi? 180 kvadrat. Necha santimetr qilgansiz? 10 santimetr. Aka nima afzalliklari bor ekan buni? Afzalliklari loylarni pastda tayinlab tepaga olib chiqishga vaqtimiz ketardi. Bu mahsulotlarni biz tepaga olib chiqib, tepani o'zi tayinlab, aralashtirib 2 kun davomida quyib bo'ldik, bitirib, bolalarga qiyinchiligi tushmadi endi. Ham tez, ham sifatli bo'ldi. Sifatliligini qayerdan bilaman? Men ko'p video qo'yganman akalar. Agar obuna bo'lgan bo'lsa, so'shni obuna bo'lib qo'ying. Issiqligini 260 gradusda tez qilib berganmiz. Mana videosini ko'rsangiz bo'ladi. Xullas issiqlikni ham mo'shni ushlab beradi, sovuqni ham ushlab beradi. Aka, agarda shu tuz loy lomboz bo'lganda necha kunda bitgan bo'lardi? Yo'q, to'xtang, siz aytmang. Akalar, sizlar kommentariyada buni ham yozinglar, necha kunda bitgan bo'ladi? 180 kvadrat loy lomboz agar 10 sm bo'lganda. Xullas, eng asosiysi sizlarni issiq sovuqini o'ylayotganlardan yomon gumonda bo'lmang. Videoga bitta like bosib, eng yaqin do'stga tashlab qo'yasiz. Aka, sizga rahmat kattakon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum.